Dadamning armiyasi nimaga video qo'ymay qo'ydik, pranklar qilmay qo'ydim, sababi syomkalarim juda ko'p. Opam armiyasi hamma xayrli kun. Syomkalarga tayyorgarlik. Apparaturalar tayyor. Opam Tetris o'ynab o'tiribdi yerdan edi. Shu sababli men pranklar ololmayapman, dadam oldiga bora olmayapman. Syomkalar ko'p, ishlarimiz ko'p. Bomba prank qilib sizlar uchun juda ham katta prank tayyorlayapman. Xudo xolasa kuzatinglar, ko'ringlar. Syomka montajga qiziqqanlar shogird olamiz. Xudo xolasa kim qiziqsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Telefonda o'zib tashlaguncha kamerani o'rgan Totoy, yoriyapti opam. Bas. Ancha muncha odam yig'ilmaydi. Qarang. Biz och qoldik. Necha bo'ldi? Soat 11 bo'ldi. Biz ko'chada syomkani tugatib, biz olib ketishlarini kutyapmiz. Shunday uyga kiraman, hozir. Tek qilaman-da. Charchadik. Uyga ketyapmiz.